Qiz farzandi borlar bu narsani bilish kerak. Maktab davrida ko'pchilik qizlar sevgi, muhabbat dardiga mubtalo bo'lishadi. Achinarlisi, bu dard ularni ilm olishdan ham chalg'itadi. Undan ham yomoni, ko'p holatlarda bu muhabbat qissalarining oxiri xayrli bo'lmaydi. Xullas, bir qiz hikoya qiladi. Maktabda, yuqori sinfda, keyin kollejda o'qib yurgan paytimda sinfimizdagi qizlarni so'rab keladigan yigitlar ko'p bo'lardi. Eng asabni buzadigani ularni dars mahalida darsni bo'lib chaqirishlari edi. Bu ustozlarning ham asabiga tegardi. Dugonalarim ham menga g'alati qarashardi. Chunki ularni oxiri baribir tashlab ketadigan yolg'onchi yigitlar so'rab kelishsa, meni so'rab keladiganim dadam edilar. Birorta dugonamning dadasi maktabga meni dadamchalik ko'p kelmasdi. Dadam qandayin bo'lmasin, biz uchun albatta vaqt ajratardilar. Juda bo'lmasa, sinf rahbarimiz bilan telefonlashib turardilar. Ular doim qiz bola oilasining or-nomusi bo'ladi derdilar. Kollejda o'qib yurgan paytimda ham bu odatlarni davom ettirdilar. Dugonalarim gohida uchrashib yuradi.